Akalar, mana 100 tadan oshiq qo'yga oson yem tayyorlash usullarini mana ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda 4 ta press, ya'ni 2 qop somon press bor. Mana somon press. Hop, 20 ta silis yayildi mana. 20 ta silisimiz 16 ming so'mdan hisoblayverasizlar. 320 ming so'm bo'ladi. 4 ta pressimiz 20 ming so'mdan 80 ming so'm bo'ladi. Mana mashina bu mosh press deyiladi. Oddiy moshni pressi, drabilka qilingani. Bu ham pressi 12 ming so'mdan olganmiz. Bu ham mana 2 qop solinadi akalar. Oson yem tayyorlash va arzon yem tayyorlash akalar, tavsiya qilib qolaman. Hozir mana shu yerda 100 ta 120 ta qo'yga yem tayyorlanyapti. Kuzatib boringlar, to'liq videosini joylaymiz. Akalar, mana nimaga suv sepiladi deyshadi-da. Mana changiydi. Mosh press changli bo'ladi. Drabilka qilingandan keyin changiydi mana. Bu qo'yni yo'taltiradi. Bu yo'taltirmasligi uchun sal suv sepib namlantirib olamiz. Chef olgandan keyin mana akalar, pux. Sho'rxadan keyingi arzon yem bu ham. Ko'p qo'y boqadiganlarga arzon tushadi, tavsiya qilaman. Sho'rxadan ko'ra. Mana bundan 2 qop qo'shamiz. 60 kilodan 120 kilo bo'ladi. 2200 so'mdan buni narxi. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. 25 kilolik kepayimizdan 4 qop qo'shiladi. 4 qop kepaya qo'shamiz. 85 ming so'mdan hisoblayverasizlar. Akalar, mana qanchalik darajada katta yem bo'layotganini ham ko'rib qo'yinglar, e'tibor berib qo'yinglar. Akalar, qo'chqonlarimizga mana bir qop bug'doydi, 50 kilo bug'doydi. Nega 100 tadan atrofida, 70 tadan atrofida qo'chqorimiz bor. Mana bug'doyni beramiz, orqasidan bu yemni beramiz. Baho berib qo'yinglar, to'g'ri yemlayapmizmi? To'g'ri yem beryapmizmi mana? Oddiy bug'doy, pishmagan xom bug'doy. Akalar, oddiy bug'doy to'kib beramiz. Maşallah. Maşallah akalar, mana bug'doylarni to'kib berdi. Yeyishyapti. Mana hammaga shunaqa qo'ylar boqish nasib qilsin. Kommentariyaga maşallah deb akalar videoda yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bunaqangi qo'chqonlardan boqish hammaga nasib qilsin. Mana bunaqa afg'onlarimiz ham bor akalar. Videoda yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Mana quruq bug'doy yeyapti. Quruq bug'doyda boqilgan qo'chqonlar. Akalar, mana qo'chqonlarga baho beringlar. Tarsillaganlari mana. Akalar, mana endi puxta ustiga 3 ta chiqsa kerak. Men o'lchamayman. Shunday drabilka qilingan. Beda, toza beda. Mana. Batta 5 xil narsa bo'ldi. Somon, silis, pux, mosh press, beda, kepay 6 xil. Assortimentda yemimiz beramiz. Mana hozir bug'doy yeyishyapti qo'ylarimiz. Bug'doydan keyin mashemni aralashtirib beramiz. Tavsiya qilib qolaman. Oson, tez, arzon yem berish, tayyorlash usullari. Faqat bizning kanalda bo'ladi bunaqalar. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Obuna bo'lib qo'ysalar, barcha foydali maslahatlarni berib boramiz. Qo'y boqish sirlarini. Akalar, mana premium klassdagi yemimiz akalar. Mana assortiment 6 xil. Aytadi-yu, premium klass deydi-yu. Mana. Maşallah. Shuna qilib yem bersa ham bo'ladi akalar. Bu yemni quruq bo'lsa yaxshi edi-da, hali somondan shu uyutib yorishadi, aralashtirib berishadi. Nimaga yemayapti, meni qo'ylarim, meni mollarim yemayapti deydi. Yem quruq bo'lsa keyin yaxshi edi, ho'l bo'lsa yemaydi. Akalar, tavsiya qilib qolaman. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa akalar, bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, xursand bo'lamiz.